Kelalik bilanglar, ma'rifatlarga o'tib, o'zingizning bayroqni mundaq qo'yib tutsanglar, va bir qismdan so'ng turib tursangiz bo'ldi. Yoshlar. Endi bo'lsa oldi bilan hammanglarni bugungi bu namoyishimizga butun yurakdan kattaliginglarga alohida rahmat. Ko'pchilik bugun hammanglar haqshu qo'rqib turib olmanglar. Chunki bizning uyda minglarcha qarindoshlarimizning ko'chalarda biz uchun bizning qalbimizdagi mustaqil davlatimiz uchun qon to'kkan kunni xotirlaymiz. Uni vaqasini o'zim ko'zim bilan ko'rib, qulog'im bilan anglab, o'zim tashrif qildim. Alashqa 5 onini ashada ochib ballarını aldığının 5'ten kaynının 3'ten 2'den hata tizip koyup hem ballarını ölüm cezası hüküm kılıp hem ballarını itibatkanda aş elinin anılarını hata aldığı tizip çarak çamgallarını nek meydanı itibatken. Ben aş vaxtındaki bir anının sözünü yıkılmayıp şunda qarab durgan bir anının aşı sözünü etmem. Siz yıkılmadığınız o perdentiniz için bir ben yıkılıp tükettiğiniz o ayağının bir konunu sorap gerekecek basak ayal şunda çıraylık bilen turuptu aldığımızda. Yıkılmadınız mı desem, benim balam hayli oyun çekip, hainlik kılıp, münafıklık kılıp öldüğünü yok. Benim balam vatiniga, şereflik onu vatiniga kendini turkup sındırganlığı için ben takdirdimen, külmen, herkes ben yıkılmayman, ilim ayalları yıkılmaydı o. Biz ballarımızı, müşvestimimizden azaplıkla atılan, dedi, karindaşlar, bana şunu oyat bizimdir. Biz de takdirimizi hiç kanıdan bir millet belgelettiremeyiz. Biz de takdirimizi fakat özümüz konuşuyoruz. Abdülili ayı, hem İlham Tohti, bizden İlham Tohti perzentimiz, Beijing'de biz için, bizden erkekliğimiz için, İlham Tohti, Beijing'de boğanlık için, Xitayning içinde bo'lganligi uchun Xitayning siyosiy ishida aşağıdaki turumini yetayotgan minglagan Uyg'urlar uchun aşağıdaki behuda qon to'kkanlar uchun gapirganligi uchun Ilham To'xtiga hech qanday gunohsiz faqat Uyg'urning og'zini ochilmagan Uyg'urning bir qahramoni, bir ziyolisi va Uyg'urning shundoq bir cho'ng qahramoni kelgusidagi Uyg'urlar uchun kurash qilgan qahramonlardan birisi qo'lga oldi. Karindaşlar, Uyg'urlar için bu bir kahraman arzu kılıdır. Mınlıgan kahramanlar çıkış gerekliğinde. Yüzlügen kahramanlar çıkış gerekliğinde. China stop the massacre! China stop the massacre! China stop the genocide! China stop the genocide! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! We want freedom! We want freedom! We want human rights! We want human rights! We want justice! We want justice! We want democracy! We want democracy! Free Ilham Tohti! Free Ilham Tohti! Free Abdikin! Free Abdikin! Free Abdulali Ayub! Free Abdulali Ayub! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for Ilham Tohti! Freedom for Ilham Tohti! Terrorist China! Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Erkin Osiyo radiosi uchun Gulchehra ma'lumot bermoqda. Men hozir Amerika poytaxti Washingtonga joylashgan Xitoy elchixonasining oldida turibman. Bugun 5 fevral. Ya'ni bugungi Uyg'urlarning 5 fevral voqeasining 17 yilligini xotirlash yuzasidan elib berayotgan namoyishi Washington vaqti 5 fevral 2 da boshlandi, 4 kuncha davomlashmoqchi. Namoyishda o'zinglar ko'rayotgandek Washington va uning atrofida yashayotgan 100 ga yaqin Uyg'ur ishtirok qildi. Namoyishda ular Uyg'urlarga erkinlik, Xitoy davlatimizdan chiqib ket, Xitoy terrorist, Xitoy turmadagi Uyg'urlarni qo'yib ber degandek shiorlarni to'lamoqda. Shundaqla yana Xitoy yaqinda qo'lga olgan Ilham To'xti va Abdulali Ayublarni shartsiz qo'yib berishni talab qilib shiorlar to'lamoqda. Hürmetli Alim Seyitov efendi, bilishimcha dunyoning har qaysi joylarida bugungi kunda o'xshashli shu namoyish ilib berilmoqda. Bugungi bu namoyishni uyushtirishinglar bu il voqeasini xotirlashdan boshqa ma'nolarga egami? Albatta, endi bugun albatta shu G'ulji voqeasining yana yuz berganning 17-yilligi bugun. Endi u kuni necha minglagan Uyg'urlar namoyish chiqqanda Xitoy soqchilari qirib etdi, undan keyin nurg'un Uyg'urlarni o'ldirdi.
Onundan sırt keyni bunda vaqalar tugimidi. Masalan 2009 yil 7 ayning 5-mi nurg'un Uyg'urlarni Xitoy hukumatı qirib etdi. Uni ozdab o'tgan yil mobaynida har oyda bir qancha qitim deganda Xitoyning soqchilari 10-20 dan Uyg'urlarni itib o'ltamoqda. Birinchi oydami yana 30-40 ta qiyrinishimizni yetib etdi. Shuningga biz bugun shu 1997 yil 2 ayning 5-da bo'lgan bu voqeani xotirlab qolmasdan 2009 yil 7 ayning 5 bo'lgan voqeani ham yaqinda Xitoy hukumatining begunoh Uyg'urlarimizni itib o'ltiriblam terrorist degan nomni vaqtani chaplablam qatqan faoliyatlarga norozilik bildirish uchun bugun biz Xitoyning Washington turishliq bosh elchixonasi oldida turib norozilik namoyish qilyapmiz. Namoyishlarning utuqli bo'lishini umid qilamiz. Hamda yaqiningizda shu Ilhom To'xti va Abduvali Ayub degandek Uyg'urlarning ziyolilarni turmaga elandi. Buning uchun Xitoy hokimiyatiga qarshi, ya'ni turmadagi bu ziyolilarni qo'yib berilish uchun yana qanday xizmatlarni olib beryapsizlar? Albatta bugungi namoyishda biz ularning ismini nomini atab turib Xitoy hukumati Ilhom To'xti ham Abduvali Ayub qatorliq Uyg'ur ziyolilarga erkinlik berish kerakligini, chunki ular Xitoyning ishida Xitoyning davlat qonuniga asosan tinchlik bilan bu yerga Xitoy hukumati berib qo'ygan Uyg'urlarga asosiy qonun bilan avtonomiya qonunidagi huquqlarini talab qilganligi uchun bu Xitoy hukumati ularni tutib so'lab qildi. Shuningga biz albatta Xitoy hukumati ularni qo'yib berishini talab qilyapmiz. Undan sirt biz Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Amerika davlat majlisi ham Amerikadagi nurg'un kishilik huquq tashkilotlari bilan birlikda ularning Xitoy hukumatiga besim ishlatib Ilhom To'xti bilan Abduvali Ayub qatorliq Uyg'ur ziyolilarini qo'yib berishni talab qildik. Nurg'un kishilik huquq tashkilotlari bu to'g'risida bayonot e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu to'g'risida qattiq bayonot e'lon qildi. Amerika davlat majlisidan buning nihoyat qiziqyapti. Shuningga bizning arzu umidimiz bo'lsa, o'rtaq tirish orqali oxiri bu ishga ziyolilarni qo'yib berishni qo'lga keltirish. Rahmat sizga Alim apandi. Amerikada uzundan beri shu Amerikadagi Uyg'urlarning faoliyatida aktiv faoliyat qilib kelayotgan faoliyatchi Uyg'urlardan İlyar Shamshiddin apandini bu namoyishda uchratdik. İlyar apandi, hamda siz uchun bu ili voqeasini xotirlash qanday ma'nolarga ega, nima ahamiyatga ega? Bu 5 fevral voqeasi Xitoyning ilidagi ili mashribini cheklash bilan olib berilgan bir voqea. Bu mashrabdan Xitoy nima uchun qo'rqdi degan savolga bir javob bergim bor buningda. Bizning mashrabni ilida shakllantirgan odam shu mashrab. Oppoq xo'ja shaxsiga cho'qindirish, o'ziga cho'qindirishni tashviq qilib, dinni, Qur'onni tushunmaydigan bir shaklda xalqni g'aflatga qo'ydigan bo'lsa, shu mashrab islomning o'zini anglatgan odam. Bu mashrab ikkinchi qitim Sharq Turkistonda 44dagi inqilobda yana bir qitim hokimiyatni ag'dirib tashlab, yana bir yangi hokimiyatning qurilishiga sababchi bo'ldi. Bu Sharq Turkiston Uyg'urlarida ili xalqiga nisb bo'lgan bu ikki inqilob bor. Bir mustamlikani ag'dirib tashlab, yangidan bir hokimi o'zining milliy hokimiyatini qurish. Bular hammasi bostirilgan bilan Xitoy mashrabning mushundaq bir ideologik asosini bilgachga, nurg'un odam bir umdan adab axloq o'rgatib nima uchun bu mashrabni cheklaydi deydigan narsa bor qallasida. Ammo mashrabning tegida eng oxirisida bir hokimiyat ag'dirilgan kuchning borligini Xitoy tadqiqotchilari yaxshi biladi. Bütün dünyadaki polis teşkilatları hal qilmayotgan narsani mashrab hal qiladi. Nurg'un aqtamak chekkan bolalar mashrabning tabliği bilan aqtamak tashlaydi. Shunga Xitoy hukumatı bu birlikni, bu ittifoqlikni, bu axloqdagi yuksalishni ko'rib buni o'ziga xavf deb his qilgachqa bu harakatni bostirishga qarab o'tdi. Shuning bilan bu qirg'inchilik maydoniga keldi 5 fevral. 5 fevralda qanchalik qirg'inchiliklarning bo'lganini boshqa qarindoshlarimiz anglatdi. Men faqatla mashrabni Xitoy nimishga boshqa degan mushdasini bir deb qo'yay dedim. Hurmatli Rabiya Qadir xonim, bugun yana Washingtonning elchixonasida 5 fevral qirg'inchiligini eslab turibdimiz. Esimda har yili siz o'sha Amerikaga kelgan yildan boshlab bu namoyishga o'zingiz yetakchilik qilib kelyapsiz. Hamda 17 yil burungi Uyg'urlar qanday bostirilgan bo'lsa, il voqeasida, hozirmi Uyg'urlarning har qanday bir norozilik qarshilik harakati o'xshash va uningdan qattiq yo'sinda bostirilib kelyapti. Endi sizningcha il voqeasi davridagi Uyg'urlarning vaziyati bilan hozirgi Uyg'urlarning vaziyatida farq bormi? Il voqeasida xuddi shu 2013-dek ko'chidilik qirib etgan ilining bolalari bu yil 17-yili. Endi hozir
vaqtida namoyish naq maydonda qirib etgan bo'lsa, uningdan qonunsuz tutib va gunohsiz tutib tutqun qilib o'ltirib qolgan bo'lsa, hozir bu Sharqiy Turk ilidan butun Sharqiy Turkiston bo'yicha kengayib, mana 2013-yili o'zingizning xabaringiz bor, 500 dan ortiq odamni ash ko'chalarda, uylarda to'plashib o'tirgan yerida, namoz o'qiyotgan, Ramazon tutayotgan yerda, suhbat o'tkazayotgan yerda etib o'ltiribdi. Umuman Xitoy hukumatı ili vaqasidan keyin bo'libmi, hozirgi shu 2009-yildan keyingi o'ltirish, tutqun qilish harakatini Uyg'ur yoshlariga qaratdi. Hozir Sharqiy Turkiston ishi butunlay urush tutaklari qaplab ketdi. Ikkinchi dunyo urushiga o'xshash. Muxbir xonim, Xitoy hukumatı televizorda har kuni Yaponning 2-dunyo urushida anda jahongirlik qilgan, Xitoylarni munda o'ltagan deb so'zlayotdi. Xuddi ashu o'zi so'zlayotgan so'zni Uyg'urlar ustida Xitoy hukumatı, Xitoy kommunist hukumatı o'zi ijro qilyotdi. Uyg'urlarni ashunda o'ltiryotdi, ashunda tutqun qilyotdi, milliy qirg'inchilik qilib turyotdi Uyg'urlar ustidan. Demak, Xitoy hukumatı 2-dunyo urushini ayblayotdi, hozir 3-dunyo urushiga tayyorlik qilyotdi. Bu o'zi Xitoy hukumatı bunu dünyaya düşendiriş gerek. Xitoy hukumatı faşist deb başka devletlerini Hitler'nin şu vaxtdagi qilgan faşistliklerini ayıpladı. Biz mi ayıplaymiz ve Yaponiyani ayıplayotdi. Demek şu davrdagi faşistlikni hozir Xitoy hukumatı Hitler qanday qilgan bo'lsa, Uyg'urlarga shunday qilib, Uyg'urlarni tirik ko'mbitish, ko'chalarda qirib etish, qiynab o'ltirish, anısı yoldan kaynak su verip öldürüş, jingni tıkıp öldürüş, hesapka ağsız, ayal demey, balı demey, narisiydi balı demey, 12 yaşlık balını kandak kıynap öldürdü muhbir hanım. 3 yaşlık balını kandak çanap öldürdü muhbir hanım. Xitoy hukumatı muşu devirde Uyg'urlarni ili vakasını kanda öldürgen bolsa, ili dikini kengaytip, hazır Sharqiy Turkistonning hem yeri şunda öldürüyordu. Mınıtık 2014-yili ne hazır kirdi. Bir ay içinde 40 yakın adam öldürüp oldu. Aksu, Avat, Yengiriq, Şinha, Şaya, Qashqar, Xotan qatorliq o'rinlarda. Endi buni hozir eksport qilib Qirg'izistonga chiqadi muxbir xonim. Hozir Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan Qirg'izistondagi atrofidagi qo'shni davlatlarga pora berish, pul berish, ularni destaklash orqali Uyg'urlarga tuhmat chaplab, u yerdimi qirg'inchilik qilishni aytib Xitoy hukumatı agar shunday qilaveradigan bo'lsa, Xitoy hukumatı xato o'ylayotdi. İlham To'xti Xitoy hukumatiga Uyg'urlarni tinchlik bilan, Uyg'urlarni o'zaro suhbat o'tkazib, Xitoylar bilan ittifoq bilan bir taraf qilib, uni qo'lga oldi. Buni demak Xitoy hukumatining o'sha tinchlik bilan butun dunyo tunigan İlham To'xtini, Abduvali Oyiblarni, hatto mening bolam Ablikimni hech bir sababsiz qo'lga olganligi Uyg'ur xalqini zodi og'zini ochganni qirman deganligini isbotlab berdi muxbir xonim. Xitoy hukumati bunda qilsa, Uyg'urlarning tinchligi emas, Uyg'urlarni qirib tugatanmaydi. 2000 yildan beri bir millatni dunyoda nurg'un odamlar qirib tugatanmaydi. U yana dunyoda bosh ko'taryapti. Uyg'urlarni zo'ravonlik ishtirdi xolos. Millatlar ittifoqini buzdi xolos. Millatlarni o'zaro dushmanlashtirdi xolos. Jungo davlatining o'zining parakandachilik bilan tinchligi buzildi xolos va Osiyoning tinchligi buzildi, dunyoning tinchligi buzildi. Shuning uchun biz Xitoy hukumatini bugun elchixonaning oldiga kelib 17 yillik ili vaqasini xotirlash bilan birga, noroziligimizni bildirish bilan birga İlham To'xtini, Abduvali Oyibni, bolam Ablikimni va turmidagi barliq siyosiy mahbuslarni qo'yib berishga chaqirdik. Hem Xitoy hukumatining bundaq zo'ravonligini ayıpladik. Biz Xitoy hukumatiga mushunda tinchlik bilan ketyapmiz. Xitoy hukumati mushu tinchlik bilan faoliyat etayotgan Uyg'urlardan foydalanib, liderlardan, rahbarlardan foydalanib, İlham To'xtini qo'yib etib, hatto chet elgimi qo'yib etib, aşı siyosiy mahbuslarni qo'yib etib, suhbat o'tkazib, masalani tinchlik bilan hal qilish kerak. Agar undaq qilmasa, dunyo bunga qarab turmaydi deb qarayman. Rahmat sizga, Rabiya Qadir xonim. Ko'rayotganinglardek har yili dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlar mushunga o'xshash o'zlari turayotgan davlatlardagi Xitoy elchixonalarining oldiga yig'ilib, buningdan 17 yil burun G'uljida, ya'ni 5 fevralda yuz bergan G'ulji qirg'inchiligini eslab o'tdi va shu qirg'inchilikdagi shohidlarni eslaydi. Xitoy hukumatining bu voqeani qonliq bostirganligiga norozilik bildirdi. Shundaqla hozirgacha to'xtovsiz Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan qonliq bostirishlarga noroziligini bildirdi. Dunyoga o'zining, ya'ni
Uyg'urlarning erkinlikka bo'lgan talpinishi, haqqoniy kurashining hargiz to'xtab qolmaydiganligini namoyish qiladi, cho'qan soladi. Hurmatli radio anglovchilar, Erkin Osiyo radiosi uchun Gulchehra ma'lumot berdi.